بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 155 bab yuhfa fi vujuhil maddahin. Maddahlarni yuziga tuproq sochish kerak ma'nodagi bab ekan. 339 hadis Abu Muammar degan zotdan rivoyat qilinar ekan. Aytadilarki, qoma rajulun yusni ala amirin min al-umara. فجعل المقدار يحثي في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. Bir odam bir o'tirishda amirlardan bir amirni nihoyatda maqtab qopti. Ortiqcha maqtab olgan ekan. Sahobiy ikromlardan, katta sahobalardan Miqdod ibn Miqdod degan zot borlar. Shu Miqdod nomli sahobiy radhiyallohu anhu shart o'rnidan turib bir hovuch tuproqni olib uning yuziga sochibdilar. Maddahni. Keyin aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga maddahlarni yuziga tuproq sochishni buyurganlar dedilar. Demak, noo'rin madah. Odamlarni achqini chiqaradigan, shariatga to'g'ri kelmaydigan, odam axloqqa to'g'ri kelmaydigan, ana shuning uchun shunaqa gap bo'lgan ekan. 340 hadis Ata ibn Abi Rabahdan rivoyat qilinadi. Inna rajulan kana yamdahu rajulan 'inda ibn Umar. فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Bir odam boshqa birovni maqtab qoldilar. O'sha yerda Abdulloh ibn Umar nomli katta sahobiy bor edilar dedilar. Haligi maqtashni davom ettirayotganda Abdulloh ibn Umar tuproq olib uni yuziga qarab sochdi. Og'ziga qarab sochdi dedilar. Sochib turib aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon maddohlarni ko'rsalaringiz, ularni yuziga tuproq sochinglar deganini shuning uchun qildi dedilar. 341 hadis Mihjan al-Aslami degan kishidan ekan. Bunda aytilyaptiki, qala raja'un aqbaltu ma'a Mihjan zata yawmin hatta intahayna ila masjid ahli Basra. فإذا بريدة الأسلمي على باب من أموال المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له أكبع يطيل الصلاة. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن أتسلي كما يسلي سبكة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يا أيتها الدجال، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله هذا فلان وهذا. فقال: أمسك لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نقض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثة. Rajo degan kishi aytadilarki, men Mihjan bilan bir kuni, Mihjan ham bir odamning nomi, sahobiylardan, Basrani masjidiga tomon yurib bordik deydi. Qarasak, Burayda al-Aslami degan sahobiy masjidning eshigida o'tiribdi, eshigini oldida. Masjidning ichida bir odam bor edi, uni oti Sakaba edi.
o'sha Sakaba juda uzoq namoz o'qir edi. U namoz o'qiyapti ekan, bu sherigi Burayda tashqariga chiqib kutib o'tiribdi ekan, qachon chiqar ekan deb. Masjidning eshigiga yetib borganimizda qarasak, Burayda degan kishi bir choponni yopib olgan ekan yelkasiga. O'zi biroz hazilkashroq ham odam ekan. Aytibdiki, "Ey Mahjan" debdi. "Mana u Sakba ichkaridagi odamga o'xshab salom namoz o'qiysanmi?" deganda Mahjan indamabdi. Hayam demabdi, yo'q ham demabdi, orqasiga qaytibdi. Keyin aytibdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni meni qo'limdan ushlab yurib ketdilar. Yurib borib Uhud tog'ini ustiga chiqdik. Shunda u kishi Uhuddan turib yuqoridan Madinani shaharga qaradi. Qaradilarda, bu shaharning holiga voy bo'lsin. Onasi qursin. Bir kun keladiki, eng obod bo'lib turgan paytida buni ahli tashlab chiqib ketadi. Madinani aytayaptilar. Bu qiyomatning alomatlaridan bo'ladi. Madinani ahli tashlab chiqib ketadi. Shunda bu yerga Dajjal keladi. Dajjal kelib kirmoqchi bo'lganda qarasa, shaharning har bir eshigidan bittadan farishta qo'riqlab turgan bo'ladi. Dajjalni kirgizmaydi. Kira olmasdan ana farishtalardan qo'rqib, Dajjal orqasiga qaytadi, dedilar payg'ambar alayhisalom. Keyin dedilar, tog'dan tushdilar. Men ham qo'shilib tog'dan tushdim. Yurib borib masjidga kirdik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odamni namoz o'qib, sajda qilib, ruku qilib, qayta uzundan uzoq namoz o'qiyotganlarini ko'rdilar. Shunda menga aytdilarki, "Bu kim?" dedilar. "Bu kim?" dedilar. Men, "Bu falonchi, bu bunaqa" deb uni maqtashga tushdim. Ancha maqtaganimdan keyin to'xta. Buni juda ko'p maqta olma, halok qilib qo'yasan dedilar. Ana undan keyin yana o'zlari yurib ketdilar. Borib Hujra-i Saodatning oldiga yetganlaridan keyin orqaga qarab, "Sizlarning diningizni yaxshisi yengili" dedilar. Diningizni yaxshisi eng yengil tarafi deb qo'yib, hujraga kirib ketdilar. 3 marta aytib dedilar. Mana bu hadisda ham demak ikki joyda uzundan uzoq namoz o'qiyotgan odamni maqtashga birov Rasululloh ham yoqtirmadilar. U kishini ko'rgan, u kishini ta'limlarini olgan Abu Mahjan roziyallohu anhu ham Basradagi uzun namoz o'qiyotgan Sakba degan odamni yoqtirmadilar, maqtamadilar. Balki dinni yaxshisi oson tarafini tutgan, yengil tarafini tutganligi ekanligini Rasul akram alayhisolatu vassalom ta'kidlab aytgan ekanlar va u zotdan bu demak ma'noni eshitib olgan haligi Mahjan roziyallohu anhu o'zlarida bilan birga bo'lgan boshqa kishilarga yetkazib aytgan ekanlar.